Bu obyektimiz pirmichkalari quyildi. Eshik deraza pirmichkalari nariroqdan olib qo'yamiz. Gazobloylar urilib ikkita porchishga qo'yildi balanddan. Armatura to'qib endi vitishkaga joy ochib qo'yamiz. Pirmichkalari ham betondan qilib quyildi. Betoni quyib olingan. Hozir yaqinlashtiraman. Keyin beton quyildi, ikki etajga mo'ljallanib, tagiga poddushka bilan bunda va qo'ygan eski. O'zimiz sekin qilyapmiz buni. Ustalar boshqa yerda.